O'zbekiston 2026-yil 1-yanvardan boshlab AQSh fuqarolari uchun vizasiz tartibni joriy etmoqda. Bu borada prezident farmoni qabul qilingan. Endi O'zbekiston ham o'z fuqarolari va biznesi uchun viza rejimini soddalashtirish masalasini AQSh bilan muhokama qilmoqchi. Bu haqida transport vaziri o'rinbosari Jasurbek Choriyev O'zbekiston 24 telekanaliga bergan intervyusida ma'lum qildi. Qayd etish joiz, hozirda AQSh O'zbekiston fuqarolari uchun B1, B2 turidagi sayyohlik va ishbilarmonlik vizalarini 1 yil muddatga beradi. Taqqoslash uchun xuddi shu vizalar qo'shni Qozog'iston va Qirg'iziston fuqarolari uchun 10 yil muddatga beriladi. Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Mana xudo xolasa yangi park ochdik. Taksi xizmatlari Yandex taksi park ochganmiz. Bemalol murojaat qilib ulansanglar bo'ladi. 12 ta viloyat ulaymiz. Dastavka ham tariflarimiz bor. Faqat Gurzovo tarifimiz yo'q. Vilbersga ham ulaymiz, xudo xolasa. Men hozir shu yerda Telegram kanalimni qo'yib qo'yaman. Profilimga o'tsanglar, profilimda ham Telegram kanalim bor. Bemalol o'tib murojaat qilsanglar bo'ladi. Hozir shu yerda ham telefon nomeri qoldiraman. Shu nomer bo'yicha Telegramga tashlab bersanglar, dokumentlarni taksi parkimizga ulaymiz. Yangi ulanganlarga 50 ming so'm bonus, 70 ta zakaz qilsa 10 kun ichida yana 100 ming so'm taksi park tomonidan beriladigan bonus. Har juma kuni foizi 0%. Bemalol murojaat qilaveringlar shu nomerga.